Ushbu videomiz hamma uchun manfaatli bo'lishi uchun Xorazmdagi mashhur blogerlarga yuborib qo'ysangiz, bizlarga katta yordam bergan bo'ladingizlar. Xorazmliklar uchun zo'r yangilik, Urganch shahrida birinchi marta nogironlar uchun inklyuziv markaz ochilgan. Bizning markazimizda nogironligi bo'lgan 14 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan shaxslara to'garaklarimiz bor. To'garaklarimiz mutlaqo bepul nogironligi bo'lgan shaxslar uchun. To'garaklarimizda nima bor? Birinchi to'garagimiz bizda taqinchoqlar va diadema to'garagimiz bor. Unda taqinchoqlar va har xil toshlardan narsalar yasashni o'rganadilar. Ikkinchi to'garagimiz bizda kulolchilik va tasviriy san'at to'garagimiz bor. Kulolchilikda kuzalar yasash, qo'l motorikalarni to'g'rilash o'rgatiladi. Tasviriy san'atda rasm chizish, bo'yash o'rgatiladi. Keyin bizda fan to'garaklarimiz ham bor. Fan to'garaklarimizda asosan matematika, ingliz tili, informatika, mobil grafiya to'garaklarimiz bor. Bemalol kelishlaringiz mumkin. Ushbu videomiz hamma uchun manfaatli bo'lishi uchun Xorazmdagi mashhur blogerlarga yuborib qo'ysangiz, bizlarga katta yordam bergan bo'lasiz. Manzilimiz juda qulay, hamma topsa bo'ladi. Ya'ni Daritaldan Raysentraga yetaverishni Dekan supermarket ro'parasida inklyuziv markaz.